Chekka bir qishloqning chekka bir uyida tinchgina uyimda yashab o'tirgandim. Keyin esa g'aroyib voqealar bo'lishni boshladi. Wow, juda ham mazali burgerlar ekan, juda ham qornim to'yib qoldi. Ana what the fuck telefon. Alo, eshitaman. Allo, Jo'xo uydamisan? Tezga 5 minutlik ish bor. Nimaga doim meni ishga chaqirasan? Nimaga? O'zing ishingni qilsang bo'lmaydimi? Nima hozir borishim kerakmi? Ha, hozir tezroq kel. Yo, hozir menimcha bora olmasam kerak, chunki hozir ob-havo nito ko'rmayapsanmi? Osmonda bulutlar qanaqadir xirami kun bilmadim, lekin menimcha bugun bora olmaydiganga o'xshayman. O'zing qilib o'tirishing iltimos. Yo'q, tez kel. Ha, mayli, ko'raman, borsam boraman-da. Yo'q, borsang borma, tezroq kel. Xo'p, borishga harakat qilaman, lekin bora olmasam mayli, o'zing bilasan, qarochi. Doim ishga chaqiradi nuqul. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar Johouse kanalidasizlar. Ya'ni sizlar Jonathan kanalidasizlar va men Johaman. Albatta kanalga obuna bo'linglar. Va men do'stimning uyiga yordam berishga borishim kerak ekan. Endi bilmadim nimaga men qarochi skuter bilan boraman, chunki uyi uzoq emas, lekin skuter bilan borgim kelyapti, chunki yaqin bo'lsa ham mayli skuter bilan boray deyapman. Xo'sh, skuterimda benzin tugab qopti-yu. Mayli, pul topganda benzin quyib qo'yaman. Ungacha esa hozircha piyoda borib kelaman. Uzoq emas. Oy. Yaxshi, bormay qo'ya qolganim ma'qul. Telefon qilib bormayman deb aytib qo'yaman. Allo, ready. Qarochi, o'zing ishingni qilib turgin, iltimos. Bu havoda qanday ishlaymiz, garang? Mana shu yomg'irda oldin qilish kerak-da ishni. Nimasi zarur? Mayli, boraman. Qarochi, yomg'ir bo'lsa ham, do'l bo'lsa ham, qor bo'lsa ham boraman. Aytgancha menda benzin borligi esdan chiqibdi. Men bu yerga benzin qo'yib qo'ygandim. Mana shu benzindan quyib boraman, hozir unga ishiga yordam beraman. O'zini ishi uni o'zi qila olmas ekan. Mayli, qarochi benzin to'ldi. Endi mana buni bakni qo'yib qo'yamiz-da. Tashqaridan chiqib eshikni ochib borib kelaman uyiga yordam berishga. Ishini o'zi qila olmaydi, o'zini ishini. Doim meni chaqiradi ishiga. Endi iloji yo'q, borib yordam berish kerak, chunki do'st ishini qilmasa kimni ishini qilamiz? Sizlar ham do'stinglar ishini qilasizlarmi, yo'qmi? Kommentariy yozib qoldiringlar qani. Mana shu yerda edi uyi. Oy. Hay. Haydash biroz qiyin bu mototsikl. Bilmayman nimaga olganman. O'zim haydashni bilmayman. Biroz sal yarim santimetr qochib tursangiz, mana shu mashinani shu mototsiklni qo'yib olardim. Biroz menga unday alayib qaramang. Hozir men sizni alayib qarashingizni ko'rib turib, alayib qarama deb ketkim kelyapti. Qarochi, qoching, bile tilim aylanmayapti sizlarni ko'rib. Reddi, qaydasan? Eshigingni och, men keldim. Qanday ish bor? Ayt menga tez. Qara, orqangda sandiq bor. O'sha sandiqda ekinga kerak bo'ladigan narsalar bor. Avval. Sandiqni ichidan olay. Mana shu sandiqdan demak, men bu yerda millionta narsa bor ekan. Kerakli narsalar oldim. Xo'sh, endi nima qilishim kerak? Menga tushuntir, qani? To'xtab tur, hozir eshikni yopib. Xullas, menga qara, mana shu yerdan yo'l qulasan va mana shu joydan ferma qurasan, tushundingmi? Tushunarli. Ferma qo'ysa ferma quramiz, lekin mana bu blok nimagadir olinmayapti, tushunmayapman. Yordam bermaysanmi olishga? Yo'q, qo'lim chang bo'lib qoladi, o'zing ol. Sen bori g'irt ko'r ekansan, tushundingmi? Do'stingni qadriga yetmas ekansan. Bo'pti, ish qilaman. Sen bor damingni ol, yot shu yoqqa. Qizcha topsang qizchang bilan yotarding, lekin qizchang yo'q sani, bechora. Mayli. Xullas, buni joyini qilib berish kerak, endi aytganini qilib berish kerak, ishlash kerak uyida, bilmadim. O'zi nima qiladi, kun bo'yi yotadi, faqat dam oladi, o'zi umuman ish qilmaydi. Mayli, insof berib qolar qachonlar, lekin insof degan narsa do'stimga begona narsa. U qarochi dunyo tugab ketsa ham unga insof kirmasa kerak, chunki insof degan narsa uni tushiga ham kirmagan, hattoki. Oy. Ob-havo nito bo'lyapti cho'ta. Bu havoda qanday ishlayman? Faqat tezroq ishlasam, tezroq qutulaman shuni ishidan. Keyin qilmayman boshqa qaytib buni ishini. O'zi qilyapti. Balayin tilim aylanmay qolyapti. Nima tilimga bitta aylanadigan sef qo'yib qo'ysam aylantirib turadi. Velosipedda bo'ladi, o'shanaqa sef qo'yib qo'yishim kerak. Oy, mana bloklar qanday olinadi? Tushunmayapman. What the qo'l bilan olish kerak buni. Avval bitta bo'sh qo'l bilan bosish kerak. Bo'l, tushundim. Bu bloklar yerdan olib chiqish kerak. Nimagadir bloklar havoda qolib ketardi. Minecraftni buzib qo'yibdi. Endi men qo'limga chiqib qoladi. Ya'ni bu qarochi fizika qonunlariga bo'ysunadi endi Minecraft. Xo'sh. Olin, mana 6 ta olindi. Endi chekkaga qo'yamiz, bo'ldi, qo'yib qo'yamiz. Endi ikki tomonda
Hop, mana bu ketmon bilan mana bunaqa qilib chiqamiz. Bu nima bunaqa qilishimni, nimaga bunday qilayotganim nomi nimaligini bilmayman. Mana shunaqa deyveraman, mana shunaqa qilib gapiraveraman. Lekin men Andijondan emasman, lekin mana shunaqa deb o'rganib qolibman ekan, bilmayman ekan. Hop, mana bu yerga narsalarni ekish kerak endi. Xo'sh, bizda sabzi bor, bir tomonga sabzi ekamiz, ammo chaqmoq yomon bo'lyapti. Xo'sh, bu tomoniga mana bu narsani ekamiz. Buni ham nomini bilmayman to'g'risi, nimaligini. Bu somon egyapman. Mana shu yoqqa somon ekib beraman. O'zi xatabi chiqib yig'ib olsa kerak menimcha. Yig'ib olishni ham menimcha men qilib bersam kerak deb. Mayli, nechvo. Xo'sh, reddi hoy, ishingni qilib oldim, chiq. Nima qilyapsan ey? What the jitel bilan nima qilib o'tiribsan ey? Mana narsalarni men qo'ydim. Qarochi, men ishim ko'p, ob-havo nito bo'lyapti, uyimga ketib olaman. Rahmating yo'qmi sani? Rahmat jigar, boriga shukr, yana ish bo'lsa aytaman. Mani faqat ishga ayt. Bir tashkil qilib yeb icharga aytmasan, faqat ishga ayt. Men senga qulman-ku, kelib ishlab beraman. Qalay bo'pti ko'rchi? To'g'ri ko'raychi. Vau, zo'r chiqibdi. O jigar gap yo'q, kep tur shunaqa ishlarga iltimos. Kelib turaman, sen ishingni qilaman-ku, men doim. What the nimalar? Kimlar telefon tushib qo'yibdi-yu. Bu yomg'ir yog'adiganga o'xshabdi. Bu yerda tursa, bu telefon kuyib ketadi, nimadir bo'lib ketadi. iPhone ekan, mayli, menga iPhone kerak yo'q. Egasi qayda ekan buni? Yaqin atrofda birorta ham odam yo'q, so'rayman desam. Ammo shamol yomon bo'lyapti. Yaxshi uyimga yetib qo'yaman, egasi qidirib kelsa, so'rab kelsa berib yuboraman. Menga biror telefon umuman kerak emas. Xo'sh, uyim qayda edi desam, uyimni oldiga kelib qo'ygan ekanman. Uyimni oldiga tashab ketishibdi-yu buni. Tushirib qo'ygan kimdir, bilmadim nimaga tushirib qo'ygan, o'zi bilmagan holda tushirganmi yo bilib tushirib nag'iltalib ketgan bilmasam. Qarochi, mashinam mototsiklim joyga qo'yaman, bitta mashina olmasam bo'lmaydi. Mototsiklga mashina deb nom qo'yib olyapman bo'lmasam. Xo'p, ana endi dam olsam bo'ladi deb o'ylayman. Xo'sh, ob-havo vashshe bo'lyapti-yu. Biroz dam olsam yaxshimi deyman-da, uxlaveraymikan. Xo'p, menga iPhone telefon kerak emas. iPhone topib oldim. Menga umuman kerak yo'q. Bir tiyinga qimmat telefon. Samsung baribir legenda. Endi o'zimni Samsung telefonimni qo'yaman-da, uxlaveraman. Telefon pastga tushib qopti. Ustiga qo'ygandim. Kimdir telefon qilgan bo'lsa, vibratsiya berib pastga tushib ketgan bo'lsa kerak. Xo'p, mana shu yoqqa turadi mening telefonim. Telefon, alo, eshitaman. Tinchlik ko'chasi va 3-domga pizza olib bersang, $3000. Qanaqa pizza? Qanday? Nima? Tushunmadim men. Telefoningga lokatsiya keladi. Lokatsiya bo'yicha bor. What the? Tushunmadim. Cho'ta bu telefon qandaydir kuryerda telefonim ekan. Telefon qilib menga pizza yetkazib ber, lokatsiya tashiyman, tuda deyapti. Bilmasam endi qayerga yetkazib berish kerak, nimaga yetkazib berish kerak, bu aniq aytmasa bo'laman. Lokatsiya taylayman deyapti. O'sha taylashni kutamiz endi. Xo'p, mototsikl bizarni BMW M5 mototsiklimizni haydab chiqaman. Ya'ni meni o'zimni mototsiklim-ku, sizlarga miz deb gapiryapman, nima? Tushunmayapman, o'zim ham g'alati bo'lib ketyapman. Mana bu yerda bizda super guper mini do'koncha bor. Qarochi, mana shu do'konchadan pizza tayyorlatib turaman hozir. Qarochi, cho'tki do'kon o'zi ham. Assalomu alaykum bratanim. Tuzumsiz, charchamayapsizmi? Sizda pizza bor-a? Ha, albatta bor. Nechta kerak? Qarochi, menga 3 ta pizza taxlab bering. Puli qancha bo'ladi? 3 ta pizza $9 bo'ladi. Tak, tushunarli bo'ldi, brat. Menda albatta pul bor. Siz menga 3 ta tayyorlab berasiz. Men esa evaziga sizga hozir mana bu $20 deb beraman. Mana $1 sizga zdacha men kerak emas. Xo'p, 15 minutda taxlab beraman. Xo'p, unda 15 minut kutamiz. Va nihoyat pizza tayyor bo'ldi. Rahmat, brat, addushi, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelib turing. Xo'p, brat, kelib turaman. Undan avval esa mana lokatsiya bo'yicha borish kerak ekan. Bu lokatsiya qaydaligini ko'rdim. Ya'ni ko'p uzoq emas, bitta devor. Mana shu devorning orqasida ekan deyarli. O'sha yoqqa hozir boraman-da. Pizzasini berib pul beramiz deyapti. Bilmasam qancha pul beradi, pulni olaman-da qaytaman. Xo'sh. Mana shu yerda bo'lsa kerak, mana shu manzil ko'rsatilgan ekan. Xo'p, ana endi telefon qilish kerak o'sha nomerga, ya'ni iPhone bilan telefon qilish kerak. Menda iPhone bor, axir iPhone. Samsung bilan qilsam ham bo'laveradi. Alo, bratan, qarochi, men pizza olib keldim, nima qilay? O'sha yoqqa qo'yib ketaver.
Pulingni kartangga tashlayman. Bu yerda bir nima titib ketardi-yu, no mayli, menga umuman farqi yo'q. Men shu yoqqa tayilib ketaman, короче. Mana qo'ydim. Endi esa bu yerdan suraveraymi, suravermaymi deb o'ylab qoldim. Suraveraman. Menga короче pul tushadi deb aytishdi. Pul tushishini kutamiz endi. Bilmadim qachon tushadi. Pul tushib qolar, короче. Qancha berishlarini to'g'risi bilmayman. Endi normal pul berishsa kerak bu uchun. Xo'p, bratanlar, assalomu alaykum. Qalaysizlar? Tuzumsizlar? Charchamayapsizlarmi? Oy, to'xta, yaramasizlar, to'xtanglar. What the fuck? Nima qilyapsizlar o'zi? Mashq qilyapmiz bizlar. Xalaqit berma, biz yuguryapmiz, ko'rmayapsanmi? Garang. What the dahshatsizlar. Вообще jismoniy mashqlar bilan shug'ullanyapsiz o'zi. O'sha sizlar dahshat qachon bo'lib ketsalaring kerak. Короче, menga kompyuterxonani manzili kerak, aytib yuboringlar. Mana shu kelgan binoning orqasini ko'rsang, bor, garang, biz vaqtimiz olma, biz mashq qilyapmiz. What the fuck? Mayli-chi, sizlarni vaqtinglarni ham, boshqa narsalarni ham olmayman. Mana shu bino orqasida dedim. Mana shu bino orqasiga o'tamiz hozir. Kompyuterxona bo'lsa bitta chotki kompyuter olishim kerak. Ana ular menga pul berish kerak edi. Bilmadim qancha pul beradi, lekin to'g'risi tushunmadim. Xo'p, bo'ldi. Mana kompyuterxonaga ham yetib keldim. Bu wow, dahshat kompyuter. Bitta brat o'tiribdilar, nima qilyaptilar bilmadim. Bu yerda bannerlar bor ekan qandaydir. Assalomu alaykum brat. Tuzumsiz, charchamayapsizmi ishlar bilan? Va alaykum assalom. Rahmat, charchamayman. Nima xizmat? Men kompyuter kerak edi, kirib ko'raversam bo'ladimi? Ha, bemalol kirib ko'ravering. Xo'p, mana bu kompyuterlar juda ajoyib notebooklar bor ekan, notebook kompyuter debman. Bu yerda keyslar, Wi-Fi, kamera bor ekan, o'g'irlik qilib bo'lmaydi bu yerda. Mana bunaqangi svetlar, kolonkalar, wow, monitorlarni kattaligini, qaranglar, kamera. Deyman, monitor bo'lsa maza qilib Minecraft o'ynasa bo'ladi, video ko'rsa bo'ladi-yu unda. Uni Reddiga berishim kerak, video ko'radi. Brat, notebooklar narxini aytib yuboring-da menga. Sistemasiga qarab $500 dan $1000 bor. Tushunarli, brat. Menga xo'sh, men pulimni tekshirib olay. $3000 tashlashibdi menga. Wow, $3000. Men $20 olgan narsamga 3000 tashlashibdi. Mayli, $500 endi bu puldan olamiz. Brat, qarachchi, men $500 kompyuter olaman. Xo'sh, $500 mana bu mana bu yerdan hozir $500 olaman-da sizga tashlab beraman, qarang. 1 2 3 4 5 hamyonimga kelib tushibdi pul. Bilmadim qanday hamyonga tashlagan, plastikka tashlaydi deb o'ylagandim. 3 4 5 mana brat, sanab oling, bu sizning pulingiz. Men короче notebook tanlab olsam bo'ladimi? Ha, bemalol ko'rib tanlab oling. Xo'p brat, addushi. Короче menga qora rangi kerak, boshqa rangi bo'lmaydi, chunki qora rangi kir bo'lmaydi. Kir bo'lmasligini o'ylayapman. Ko'ryapsizlarmi shu yerda ham? Hop, mana shu notebookni oldim. Mana chotki такой лёгкий, короче notebook ekan. Brat, sizga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, siz ham sog' bo'ling, kelib turing. Xo'p brat. Короче, stop bitsa so'ray. Brat, yaqin orada mashina sotadigan joy bor yo'q? Shahar markazida vokzaldan 10 tarafda bor. Da, tushunarli. Rahmat katta addushi. Xo'sh, nicho mayli ketdi, короче. Ana endi qiladigan ishim, uyga boraman. Mashina olishim kerak. Mashinaga pulim yetib qoladi. Hozir $2700 bor ekan, yana 2.3 $20 bor. Короче, uyga boray, o'ylab ko'raman hammasini. Balki olarman. Xo'p, uyga ham yetib keldim. Vashshi chiroyli manzara, ko'ryapsizlarmi? Mashina ham olib qolarman balki. Mana bu telefon yana jingrlab qolib, qanaydir vazifa berib, balki $100 milliard, trillion milliard dollar berib yuborar. Tuya hammomni orzu qilibdi deydi-ku, shunaqa bo'ladi keyin. What the fuck, sen meni uyimga nima qilyapsan? Chiq yo'q bu, ey. Chiq, nima qilyapsan? Qo'limni yuvgani kirdim. Indamay turing, o'g'layrak meningda. Ey, menga qara, o'zingning uyingda boru, chiq yo'qol. Seniki zo'rda. Menikida nimasi zo'r? Yo'q bu, chiq uyingga chiqib ket. Seniki zo'r deyapman-ku. Shu gapingga ham bormi? Seni hozir basharangni buzib, o'ldirib qo'ydim. Hammani javob. Bitta jitil olsa o'libdi, hech nima qilmaydi. Men notebook olib keldim. Endi o'sha notebookni voy to'kib qo'ydim-ku burgerimni. Buni olib qo'yish kerak chekkaroqqa. Okay. Xo'p, buni bu yoqqa olib qo'ysam, keyin o'rtaga notebookni qo'yib, bu yerda notebook ishlatishim mumkin bo'ladi. Notebookni mana shu o'rtaga qo'yaman. Xo'p. Wow. Вообще-yu. Juda ham ajoyib notebook. Endi o'qiyman, короче. Xo'sh, yaxshi. Yana bir kunni turg'izib oldim, короче. Bir kunda turib oldim, ya'ni noto'g'ri, tushunmaylar. Bir kunda turg'izib oldim deganga. Tilim aylanmay qolib, bir aylanib g'alati bo'lib ketdim, короче. Telefon keldi.
Alo, eshitaman, brat. Senga yangi vazifa vokzalga yetib kel. Voy, nimaga vokzalga borishim kerak? Qanday vazifa? Vokzalga kelgandan keyin vazifa haqida ma'lumot olasan. Mayli, hozir boraman, tushundim. Xo'sh, vokzalga yangi vazifa chiqdi. Bu telefon to'g'risi qanaydir kuryerdimi, qanaqadir boshqa odamni telefonimi, har xil vazifalar telefon qilib aytyapti. Vokzalga esa piyoda boraman, chunki uyimdan unchalik uzoq emas. Yaqin joy, juda yaqin joy. Shunchaki piyoda yugurib borsam ham, sekin borsam ham bora olaman. Va men vokzaldaman. Vokzal vaqtda zo'r joy ekan. Ana yerda park bormi, nimadir ko'ryapman. Короче, lokatsiya berilmagan ekan. Menimcha mana shu yoqqa kirish kerak. O'zimning telefonimdan telefon qilsam ham bo'ladi. Nomer yozib olganman. Xo'sh. Alo, brat. Короче, men vokzalga keldim. Bitta to'rt burchak binoning ichida turibman, eshikdan kirgan joydagi. O'ng tomonda eshik ko'ryapsanmi? Ko'ryapman, mana o'sha yoqqa kirdim. Ichkarida yana bitta eshik bor o'ng tomonda. Aha, tushundim. Bu yoqda eshik bor demak. O'sha eshikdan kirsang, sandiqda qurol bor. Qanday qurol? Vazifaga kerakli bo'ladigan qurol. Yo, men qurol ishlashni bilmayman, odam o'ldirmaymanman. Vazifani bajarishing uchun kerak bo'ladi u qurol. Qanday qurol? Yo'q, men bu vazifani bajarmayman, qurol bilan bajariladigan vazifa bo'lsa. Bajarasan va evaziga juda ham katta pul olasan. Yo'q, bajarmayman.